Videoni o'tkazib yuborishga shoshilmang. Mashinani ko'ryapsiz, TTP holatda yetib kelgan. Ko'rib turganinglarda ancha ishi bor. Buni Xudo xolasa bitirganmiz. O'zingiz qilingan mehnatga xolisona baho berib qo'yasizlar. Tomini ko'ring akam, bir tekisda bo'lib, chiroyli bo'lib turibdi. Gullarini bir tekisda qilib, oqqa zormasdan, tomi zormasdan bir tekisda chiroyli qilib sepib berganmiz. Zazorlari ham bir tekisda chok-chokida bo'lib turibdi. Nimaki ishlari bo'lsa, hadovoy, elektrik, nimaki kam ko'sti bo'lsa, razvali antifrizigacha quyib qo'yganmiz. Xudo xolasa to'g'ri olib chiqib, haydanglar akam, ustaga yoki elektrikka kirmanglar. Zazorlarigacha bir tekisda bo'lib, chiroyli bo'lib turibdi. Avvalambor sizlarning boshingizga bunaqa ish tushmasin. Agarda shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishinglar mumkin.